deb har kimga mikrofon beravermaylar. Yo, просто suhbat ko'r. Sizami u pulga kelganmi yo'qmi bil. Danatni his qiladigan davr keldi. Boshladik. От души, душевно в душу. Ravshanamana deganidan mana 50 ming kelibdi bizga. Rajabboy aka va Sardor aka bo'lsin. 3-boshlovchi kerak emas. Rajabboy bo'lmasin, Rajabboy ketsin, umuman qatnashmasin degan kommentlarni o'qiganimda o'ylanib qoldim. Endi buni ham o'qib o'ylanib qolyapman-da. Azbek aka 22.220 so'm talabdilar. Mana Bexoroddan salom ijodiylarga omad deb. Bexorod deb men o'zi hazillashaman, yana mabodo kimdir qo'yni teyib qo'ymay. Bilaman aka hech kimga yetmay. Hali uyg'onmadim. Bilaman aka, hech kim Bilaman aka. Mana saviyani ko'ryapsizlarmi? Sizlar mana shunaqa saviyali insonni 2 soat, 3 soatlab tomosha qilyapsizlar. Saviyasizlar, anti hammasi yopishtirib qo'yilgan. Bilaman aka, hech nimaga yetmaydi lekin. От души, bratуха, душевно в душу. S kayfim. Rahmat. Pul deb har kimga mikrofon beravermaylar. Abdulaziz Umarov, falon piston. 150 tacha podkast qilgan bo'lsak, shularning orasida agar sanaydigan bo'lsak, ikkita qo'lingizni barmoqlari ortiqchalik qilib qoladi sanash uchun-da. Erkin bozor chaqiraylik ishlaringlar omad. U odam menimcha hech qaysi intervyuga chiqmasa kerak. Tag'in bilmadim. Atmetka qilib yuboringlar. Yangi boshlagan loyihamdan arzimas bir sovg'a bor edi. Uni qanday jo'natsam bo'ladi? Instagram shapkasida kontaktlar bor. Bobur akani chaqirganinglar uchun rahmat. Sizga ham rahmat. SMM video montajli klip uroviniga chiqish uchun qaysi kurslarni maslahat berasiz? Video montaj bo'yicha Bahop Vaha montajni rekomendatsiya qilaman. Uni darslari, uni razborlari, umuman uni podxodini ko'rsanglar agar. SMM I don't know. O'zi vaqtida qatga tuplasang, hamma fotograf edi, qatga tuplasang DJ edi. Endi hozir qatga tuplasang, o'sha yerda SMM chiqadi. Ha, yo'q, hozir yengisi bor endi. Qatga tuplama, o'sha yerda mobilograf.